Yaponiya kelajakda yashayapti. Mana buning sababi aqlli jamoat hojatxonalari. Yapon hojatxonalari texnologiyaning mo'jizasi. Ular isitiladigan o'rindiqlar, o'z-o'zini tozalash tizimlari va hatto telefoningizni dezinfeksiya qilish uchun joylar bilan jihozlangan. Gigiyena hech qachon bu darajada zamonaviy bo'lmagan. Zamonaviy politsiya formasi. Yaponiyada politsiyachilar issiqda yo'l harakatini boshqarishda qulaylik uchun ventilyator o'rnatilgan formalar kiyishadi. Bu narsa haqiqiy innovatsiya va qulaylik uyg'unligi. Ajoyib sharbat idishlari. Yaponiyaning ko'chma idishlari istalgan joyda yangi sharbat tayyorlashi mumkin. Shunchaki meva solasiz va bu sizni xuddi sharbat baringizdek. Zamonaviy savdo aravalari. Yaponiyada savdo aravalari to'lov tizimi sifatida ishlaydi. Pulni yuklang, xarid paytida mahsulotlarni skanerlab boring va umumiy summani darhol ko'ring. Kassadan chiqishda aravani tezkor skanerlash kifoya, navbatda kutish shart emas. Yaponiya innovatsiyasi boshqa darajada. Sizni qaysi biri ko'proq hayratga soldi? Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling. Bilarmidingiz, dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri bo'lgan Yaponiyada bolalar maktabning yuqori sinfga chiqqungacha hech qanday imtihon yoki test topshirishmaydi. Yaponlar bu yoshda bolalarning o'rganish kerak bo'lgan boshqa narsalari bundan muhimroq deb o'ylashadi. Birinchidan, ular odob va barcha odamlarni hurmat qilishni o'rganishadi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mavqei yoki daromadi qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Ikkinchidan, bolalar mustaqil bo'lib ulg'ayishadi, lekin shu bilan birga jamoada ishlashni ham o'rganishadi. Masalan, yapon maktablarida farroshlar yo'q, o'quvchilar sinflarni, yo'laklarni va maktab hovlisini o'zlari tozalashadi. Vazifalarni bir-birlariga bo'lib olishadi. Uchinchidan, bolalarga kichikligidan tabiat va atrof muhitni asrashni o'rgatishadi. To'rtinchidan, bilim olishning maqsadi ball uchun emas, balki bilimning o'zi uchun. Beshinchidan, odob, tartib va vaqtga amal qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Mana shunday yondashuv tufayli yapon bolalarining umumiy rivojlanish va intizom darajasi dunyoning eng yuqori darajalaridan biri hisoblanadi. Agar siz yaponlarning bu yondashuvga qo'shilsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling. Dunyodagi eng toza mamlakat. Ko'chalarda tozalovchilar yoki axlat idishlar yo'q. Bu albatta Yaponiya. Bu yerda tozalik, intizom va boshqalarga hurmat orqali ta'minlanadi. Ko'plab axlat idishlarga ehtiyoj yo'q, chunki odamlar hech qachon axlatni ko'chalarga tashlashmaydi. Yaponiyada qat'iy chiqindilarni ajratish tizimi mavjud. Har xil turdagi chiqindilar alohida sumkaga o'ralib belgilangan vaqtlarda yig'ib olinadi. Hatto Yaponiyada axlat yig'ish mashinalari yillar davomida ishlatilgan bo'lsa ham yangidek ko'rinadi. Buning sababi ishchilar har kuni ish boshlashdan oldin mashinalarni puxta yuvishadi. Yo'llarni ifloslamaslik uchun ular hattoki g'ildiraklarni suv va sochiq bilan artib qo'yishadi. Yaponiyada axlat yig'uvchilar hukumat xodimlari bo'lib yaxshi maosh olishadi va yuqori ish standartlariga amal qilishadi. Hatto sement mikserlar ham yangidek ko'rinadi. Bu tozalik, madaniyat, intizom va hurmatning natijasidir. Yaponiya butun dunyoga shuni ko'rsatdiki, tartib har birimizdan boshlanadi. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada ular uchun bitta qarsak emojisini qoldirib keting va Luminex kanaliga obuna bo'ling. Agar yapon qizga uylanmoqchi bo'lsang, unda mana bu qoidalarni eslab qol. Birinchisi, har kim o'zi uchun o'zi to'laydi. Yaponiyada bu odatiy holat va xasislik hisoblanmaydi. Hisobni bo'lishish ayniqsa munosabatlarning boshida odob axloqning asosiy qoidasi. Ikkinchisi, har bir mayda yordam uchun minnatdorchilik bildirish kerak. Idishingni yuvib berdimi, rahmat ayt. Kiyimlaringni yig'ishtirib qo'ydimi, rahmat ayt. Kichkina g'amxo'rliklar uchun ham minnatdorchilik bildirish bu yerda normal holat. Uchinchisi, ovqat buyurtma qilish yo'q. Yaxshisi o'zing tayyorla. Ko'pgina yapon qizlari uyda ovqat pishirishni afzal ko'rishadi. Mazali, sog'lom va tejamkor. Aynan o'zbek yigitlari istaydigan narsa, to'g'rimi? Beshinchisi, aniqlik va kelishuvlik. Uchrashuvga kechikish yaramaydi. Reja, joy va vaqt oldindan belgilanadi. Bu senga va sening vaqtingga hurmat belgisidir. Oltinchisi, bu yerda shaxsiy hudud degan narsa bor. Ya'ni siz bir-biringizni yaxshi ko'rishingiz mumkin, ammo lekin bu shaxsiy hududingizga daxl qilmasligi kerak. Shu qoidalarga rozi bo'lib yapon qizga uylangan bo'larmidingiz? Kommentariyada yozib keting. Men esa sizga bu robotni tanishtiraman. Bu Telegram bot tanishish uchun ideal. Siz bu yerda ma'lumotlaringizni kiritib, profilingizni yasaysiz va o'zingizga mos bo'lgan insonlar bilan tanishishingiz mumkin. Bot silkasi profil shapkasida hozir o'qitib sinab ko'ring.